Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Ana, mana joylarni qarang. Biz Deutschlanddamiz, Deutschland. Topamu deyli, lekin mana o'zim edim. Ana, Mana shu restoran qidiryapmiz o'tirishga. Nima deysizlar, ani? ana zo'r atmosfera ekan. O'sha eski paytlarni beradigan atmosfera ekan. Ichkarida maza o'tirish. Restoran qidiryapmiz. Tak. O! Ana, Mana bizdan zo'r ekan, ha. Qarang. Opa. Nima endi bu? Kolokoli bor ekan, kolokoli bor. Bashня. Mashina eski. Eski bashня. Rasmga olib qo'ying. Havo juda ham zo'r. Germaniyada havo zo'r, bizda yomg'ir yog'ayotgan ekan. Hamma qanday. Endi bitta futbolkada yuribdi odamlar ba'zilar. Ba'zilar kurtkada. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Juda ko'pchilik kuzatayotgan Men uchun yasha serialini eng oxirgi syomочный день deydi bizda, syomka kuni. Shunga ketyapman hozir. Nihoyasi bugun bo'ladi. Shu bilan tugaydi. O'rtoqlar, Men uchun yasha serialni kuzatinglar. Voqealar rivoji juda chiroyli bo'lyapti. Bugun nihoyasi bo'ladi. Nimaligini bilmaymiz. Borganda endi rejissor topshirig'i bilan bajaramiz. Qadrli kuzatuvchilar, nihoyat Said onasini topdi. Mana onasi. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Durdonajon, sog' bo'ling, yana yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sizlarga rahmat. Bugun oxirgi syomka. Ishlab berganingiz uchun. Sizga rahmat, rejissor. Hammanglarni mehnatinglar. Sog' bo'linglar. Kuzatinglar. Biz siz uchun ijod qilamiz, aziz kuzatuvchilarim. Ana Fatima o'g'li onasini, yangasini topdi. Topdim o'g'limni. Bugun Men uchun yasha serialning syomkasi oxirgi kuni. Kattakon ustozlarga rahmat, yo'l ko'rsatganlari uchun, duoda bo'lib ilinishganligi uchun, mehrligini, hamma narsani, eng asosiysi tavsiyalar, yo'l ko'rsatishlar. O'zingiz hamma narsani bilasiz. Boshimizdan silashganligi uchun. Lekin yuragim uzilib ketyapti. Komanda endi tarqaydi-ku, iloji yo'q. Zo'r komanda. Yana yaxshi loyihalarda uchrashaylik. Durdonaga kattakon rahmat. Sog' bo'lsin.